Assalomu alaykum, limon ko'chati ishlovchilar. Mana 3-chi ishlovda ham limonlarga 3-chi ishlovni boshladik mana. Bu yoqda mana qalamchalarimiz, bir yosharli qalamchalarimiz mana. Bularni endi birinchi o'tog'ini qilib mana suvni berib qo'ydik mana. Ikkinchi o'tiga tayyor bo'lyapti mana. Ko'ryapsizlar mana. Bir yosharli ko'chatlarimiz ular. Mana bu yoqda mana 2 yosharli limon ko'chatlarimiz. Mana 3-chi ishlovni berishni boshladik mana. Ko'chatlarga. Mana ko'chatlar. Holati ko'chatlar mana. Shoxlagan, mana shoxladi mana. Yangi bashlar chiqarishni boshladi mana. Shakl berishdan boshladik bularga mana. Shakl berishdan boshladik mana ko'chatlarimizga. Mana shoxladi, mana shoxlarini ko'ringlarchi mana. Xudo xolasa kuzda bular katta shoxli ko'chatlar bo'lib yetishadi mana. Buni shoxlatishda ham buni anaqa yo'li bor-da mana. Mana shu shoxma mana bash chiqargan. Ko'pchilik buni 10 ga yerdamda ixtirchim chiqaveradi. Mana bu tevaga chiqqan bark mana tevaga chiqqan mana shu bark mana. Mana shu barkdan sindiriladi mana. Mana shu barkdan sindirsangiz mana. Bu yerdan chiqqan kita bu yoqqa ketmaydi-da, yo pastga ketmaydi, tevaga beradi kitani bunda. Tevaga chiqadi-da, archa sifat bo'lib o'sadi mana. Bu yoqda ham mana shunday mana. Tevadan chiqqan mana. Tevaga ketgan bark. Tevaga ketgan barkdan mana sindiramiz mana. Mana shu yerdan mana ikkita chiqib, tevaga chiqib, archa sifat bo'lib o'sadi mana. Mana ularda mana xuddi mana shuni sindirganmiz mana. Archa sifat bo'lib chiqyapti mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Archa sifat mana ko'chatlarimiz mana. Yonga ketgan yeri yo'q. Bunda yonga ketgan yerlari mana yonga ketsa, bunday qilib tevaga ketgan barkdan sindirib qo'yamiz. Tevaga archa bo'lib ketaveradi yonga. Yonga ketmaydi. Mana hammasi mana shu mana. Sindirganlarimiz ko'ring mana. Mana shularni ham mana yondan sindirganmiz mana shu ko'chatlarni mana. O'sha tevaga ketgan barkdan sindirganmiz, mana tevaga qarab o'syapti mana. Yonga ketmaydi, shalpayib, osilib. Chiroyli ko'chat bo'lib yetishadi mana. Ular ham mana uni ham mana shu ko'chatda mana tevaga ketgani mana uzayib ketyapti yonga mana. Ertaga buni agatchiga o'tib xalaqit beradi. Mana bunday sindirib qo'yamiz mana. Mana yerdan shox chiqib mana to'g'riga ketaveradi u ham mana. Shoxlagan ko'chatlar mana hammasi mana chiroyli. 3-chi ishlovni beryapmiz mana. Chopib mana begona o'tlardan tozaladikda. Begona o'tlardan tozalab mana endi mana otamizdan qolgan mana kultivatorda tortyapmiz mana. Ishlovni beryapmiz mana ko'chatlar. O'shaqacha mana ko'chatlar. Mana hammasi mana shoxlatilgan ko'chatlar. Shu yangi chiqqan barglarni o'sha shakl berib, bunday qilib yuribmiz. Mana ularni ham mana shu mana yonga ketyapti mana shu barglar ham mana. Shakl berishda endi bir yo'lida bu chiroyli bo'ladi ko'chatingiz mana shunaqa qilib. Bunday qilsa chiroyli ko'chat bo'ladi. Yonga yotib olib, bir hali yuni ko'chat bo'lmaydi. Chiroyli ko'chat bo'ladi. Mana shuni ham mana tevaga ketgan bargi mana shu. Mana shudan sindirib qo'yamiz. Bu ham mana ketyapti uzayib mana. Qo'yib qo'ysangiz mana shunday bo'ladi, ertaga mana shunday osiladi bu yoqqa. Mana shu tevaga ketgan barg mana. Mana shu yerdan chimchib qo'yamiz mana. Mana shu yerdan dog' chiqarib tevaga ketadi mana shu yoq mana. Tevaga ketadi. Mana ko'chatlarimiz mana holati. Hammasi mana shoxlagan, mana shoxlarini qarang mana. Chimchib erinmasdan chimchiymiz-da mana. Mana shularga mana chimchib mana. Ko'ring, shoxlar hammasi tevaga ketyapti mana. Tevaga ketyapti. Chiroyli ko'chatlar mana. Mo'llarni mayda sindirganmiz mana qarab, mana buni ular ham mana yerdan sindirgan mana tevaga qarab ketyapti. Mana buni ham mana teva bagidan sindirib qo'yganmiz mana. Teva barkidan. Tevaga qarab o'syapti. Mo'l maydamni qilib qo'yamiz mana. Mo'l maydamni chimchib qo'yamiz. Mana yerdan shoxlab yana shox ko'payaveradi bular. Hammasi mana chiroyli ko'chatlar mana. Xudo xolasa mana shu kuzga ko'chirib bularni xudo xolasa tuvaklab baq qo'yamiz. Oluvchilarga tayyor qilib uyga borib panellarga tushirib qo'yamiz mana. Kimga kerak bo'lsa mana telefon qilib nomerlar bor. Zakot beraverasizlar. Ishonarli ko'chatlar mana hammasi mana shoxlagan ko'chatlar.
Şu köçet var bana. Yakındır 2,5-3 ming köçet var böyle. Baharda Xudo xohlasa 3 yoshlar bo'ladi mana shu ko'chatlar. Bemalol hosilga kiradi mana shu ko'chatlar. Ko'chatlar. Holatini ko'ring. Shoxlaganini ko'ring. Bularni mana shoxlarini qarang mana. Shoxlagan mana shu ko'chatlar mana. Bularni mana shoxlarini mana Daqon oychaga ketgan shoxlardan sindirib qo'yamiz. Mana buni mana qo'yib qolibdim ha. Shunday sindirib qo'yamiz. Bu ham tevaga ketaveradi. Erinmay buni bunday qilish kerak-da. Erinmay oralab yurib mana shu chiroyli ko'chat chiqaraman degan odam erinmaydi buni. Shunday qo'yib qo'ysangiz ertaga shalpayib, yoniga tushgan baklari, chiqargan shoxlari bunday qilib yotib oladi, xunuk bo'lib qoladi. Erinmasam buni mana shularni mana chimchib chiqib shoxlatamiz mana. Mana shularni mana tevaga ketgan barchadan sindirib, mana shu ko'chatlar mana. Jurnalli ko'chatlar. Mer deganni avdan. O'sha mana. Telefon nomerlar bor. Kimga kerak bo'lsa kuzda zakaz bersalaring, bahorda, kuzda ekadiganlar bo'lsa mana shuna ko'chatlar shoxlagan hammasi. Yo'qlarda mana aytmoqchi mana. Bir yoshab ko'chatlarimiz bular mana. Bir yoshab ko'chatlar bular mana. O'tab suvda qo'yib qo'ydik. Yani o'tashga tayyor bo'lib turibdi-da mana. O'tib chiqib mana. Bu yoqlarda mana ko'chatlar mana. Hammasi bir yoshab ko'chatlar mana shular shu oxirigacha. Bu yoq mana shugacha. Kimga shoxlagan ko'chatlar kerak bo'lsa shu zakaz berib qo'yasizlar. Xudo xohlasa mana ko'chatlarimizga gap yo'q.